Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha amalga oshiriladi. Undan tashqari Toshkent Kazan, Nabrejiy, Chiri, Nijnekamskiy, Kazan, Ufa, Permi yo'nalishlari bo'yicha esa seshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan soat 18:00 da avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa, komfort avtobuslarda manzilingizga yetib olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, Telegram kanallarimiz hammasi ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham joylaringizda onlayn bron qilib qo'yishadi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishki yozda ishlaydigan konditsionerlar. Undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. 51 ta mesadan iborat komfort avtobuslarimizda hech qanday ortiqcha odamlarsiz manzilingizga bexavotir yetib olishingiz mumkin. Hoziroq bizga bog'laning. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan. Tanlovda adashmang.